Assalomu alaykum hammaga. Meni qo'limda emas, hammasi Allohdan. Men beki yutgani keldim. Ota-onamga hammaga so'z berib, inshaalloh yutaman degandim. Endi hammasi Allohdan. Akamni oqlab, shu yerda yuzlarini yorqib ketamiz dedim. Bizni shunchalik shekilli taklif qilib, hurmatlari yaxshi, yana ham hurmatlarni ko'tarib ketaman dedim. Hammasi Allohdan, endi mehnat qildik. Ustoz sizga rahmat, kattakon Mahmud akaga, Otabek akaga shunchalik sharoit berganlariga, ota-onamga rahmat. Ota-ona, dada, aya, mendan xafa bo'lmanglar. Qo'ni-qo'shni ko'chaga nima desa, chiqib urushib o'zi ko'rsin. Ularni yetilib ketdi, boyib atkaz bo'ldi, urushaman dedim. Shu narsa taqdirga yozilgan ekan, shu bo'ldi. Bugun meni tug'ilgan kunimda men tug'ilgan kunimda juda ham chiroyli qilib o'tkazaman dedim. Alloh shuni ravo ko'rgan ekan, shu ish bo'ldi. Inshaalloh Magomedov keyingi turnirda inshaalloh urushamiz. Xudo xolasa, bugun seni yutug'ing bayraming ekan. Gap yo'q, Alloh shuni xohlabdi. Tabriklayman.